internetda ko'p blogerlar bir ibratli video olib boshqa qilaman deyapti, lekin ko'pchilikning kulgisiga sabab bo'lyaptimi deb o'ylaymanda. Misol, mana shu Mardikor bozorga borib to'xtayapti deylik. Aka ish bormi boshqami deb kelsa, mashinamni ushlamasa Mardikorsan deyapti-da, bo'lmagan narsa-da. Misol, o'shani uyga olib kelyapti, ishni ko'rsatib boshqa qilyapti-da. Misol, bunga qotgan nom beringlar, bu Mardikor bu deyapti. Yoniga-da, ya'ni yoniga hech kim aytmaydi u gapni. Hech bir realni hayotda bo'lgan voqea emas-da bu voqealar. Misol, mana haligi kecha kuni video ko'rsam, ko'p shunaqa videolar ko'raman. Qaror bir kishi oddiyroq odam avtosalonga kirsa, bir mashina narxini so'rasa, "Sana puling yetmaydi bunga" deyapti. Hech qaysi avtosalonda u gapni gapirmaydi hech kim. Men o'zim misol kecha kuni 4 ta avtosalonga kirdim. O'rtalarli 350 million turgan mashinaga o'tirib ko'ring deyapti-da. Misol oddiy shipakda, usti boshim oddiy holatda kirdim. O'zim 350 millionlik mashinaga o'tirishga noqulay bo'lyapti-da. Misol o'tirib, aka bemalol o'tirib ko'ring deyapti-da. Bo'lmagan u muomalalar, boshqa narsalar chiqyapti, lekin bunchalik ham oshiravermash kerak-da.